Salam azizlar, men G'uljidagi o'zdoqshunos do'stlar, ranlarni sizlarga o'ta salomlar bo'lsin. Biz ma G'uljida bu da tarqalishchan zo'kamlarda nima tatib ketdik. Qiz ma u bo'la 4-5 kunda 3-4 kun yaxshi bo'lgan bilan ma gal og'riqi yo'tal bek so'zib ketdi. Shaxsan men 10 kunda ishib ketdi. Bir yerlik resip keldim sizlarga. Bu so'g'liq qilaverib, ma qurg'us suqib ketdik. Miyujishga yemaydi tavzlar endi 60 kun bo'lgan qo'limizga tegib. Yevagan bilan so'g'liq qilavergan bilan gal qirilib, men ham qiymus yo'qash nima sug'urishdan ichaverib gal qirilib ketgan gapga texam o'tilib, xaptirik bo'lib mayda chingib bo'shimay azroq issiqlik qilib qo'yib, menga yana so'g'liq qilib yana azroq issiqlik qilib ketib boramiz. Gan so'g'liq qilavergan bilan men gal yomon qirilib o'tandek o'tgan gapga dotlashgandek bo'lib, issiqlik qilaysa o'zimiz qurg'u suqib ketdik. Shu ham gelimizga shu quyruq mayinin azroq miqdorda quyib, qog'inaga samsaqni ushshaq chanagan samsaqimizni mutlaq selib olamiz. Mana chanagan samsaqni mayga men 4-5 chichiq qildim. Buni qancha qilsangiz bo'laveradi, quyruq manjiqroq qilib, samsaqdan baravar qilsangiz bo'laveradi. Buni eshib qolganini futqollaringlarni maylasanglarmi, bolalarni cho'nglarni maylasanglarmi, intayin issiq bo'ladi maya. Shu samsaq sarg'ayg'ich qaynatamiz. Buni cho'nglar bir qo'shiq degan nashkalarga bir qo'shiq tushirsanlar shu maylashib turdi. Shu yerga ancha miqdor o'zib so'g'liq bilan o'tilib ketgan yoki issiq bilan o'tilib ketgan o'tamlarga shunchalik yaxshi manfaat qildi. Bolalar bo'lsa yarim qo'shiq, cho'nglar bir qo'shiq. Dal futlarni maylasanglarmi shunda yaxshi bu. Mana shu hozir so'zib ketgan o'talga shunchalik foyda qiladi. Ziyonsiz issiq bo'ling, mayli so'g'dim bo'ling. Biz mana qurg'u suqib ketdik deb ham qiymus yo'qashlarni shu'g'ishin ichaverib yoki tavozlarni muzayyab ma yo'tal yomon so'zib ketib qoldi-chu. Shu anayt yaxshi. Do'rdimi yaxshi juma ma u. Endi ba'zi vaqt to'g'ri qo'lingizga tegmagan bo'lsa, agar beramagan bo'lsa, mushni sarg'ayg'icha mana sarg'ayotadi. Da qop-qor ko'dirib etmay, mushni sarg'ayg'icha qilib samsaqni suzib yetiblar, mushtaq bir qo'shiq ichib olsanglar, kuniga bir ashka ahvolinglar qaritda. Gazni o'chirib yetay. Mana sal istak ma shipin qolmadi, o'zira ketib qilib ma kuy ketib qoldi, hech qis yo'q. O'chirib etdim. Mana shunda paylachilarni umid qilaman. 抖音